Bugun sizlarga Emaox kompaniyasidan yangi kelgan pilisos komplektini obzor qilib beraman. Yangi nasadkalarimizdan biri bu SE214 uglovoy shotka bo'lib, bu shotkamiz ugullarni pilisos qilishga zo'r yordam beradi. Xuddi shunaqa tortish kuchini ko'paytirib, kamaytiradigan joyi ham bor. Yana bitta nasadkalarimizdan biri bu sachok SE109. Xo'p, buni afzallik tomonlaridan biri bu ruchkasi alyuminiy va setkani ushlab turuvchi korpus ham alyuminiy hisoblanadi. Bitta yengilligimiz bu bortovoy shotka SE219. Bu bunaqa katta o'zgarish bo'lmagan. Korpusimiz oq rangda bo'lardi, ko'k rang bo'lgan va shotkalarimiz xuddi shunaqa sifatli qalin shotkalar. Yana bitta yangi sachogimiz bu SE110. Bu sachogimiz ham xuddi shunaqa ruchka va ushlab turadigan korpusi alyuminiy hisoblanadi. Yana bitta yangiligimiz bu SE322 vakuum nasadkamiz. Bu nasadkamiz oldingi nasadkalarimizdan unchalik katta farqi yo'q. Xuddi o'sha sistemada ishlashi, faqatgina shakli, ko'rinish shakli sal o'zgargan. Yana bitta yangiligimiz bu SE317 vakuum nasadkamiz. 3 burchak vakuum nasadka. Ahamiyat beringlar. Bu nasadkamizning ikkita zo'r plusi bor. Birinchi plusi bu ushlab turadigan, shtangani ushlab turadigan ruchkani основанияsi metallitskiy. Ikkinchi plusi buni 3 burchakligi bo'lib, basseningizdagi burchaklarga bemalol kirib musorlarni ola oladi. Sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli va yaxshi pilisos komplekt kerak bo'lsa, Emaox do'koniga tashrif buyuring.